Bilmay qoldim. Endi nima qilayotganimni ham tushunmayapman. Hammasi chalkash. Sen qo'rquv ichida turib bir qarorga kela olmayapsan. Go'yoki dushmaningni yoningga o'tkazib qo'ygandek. Bir narsani unutma o'g'lim. Qo'rquv odamni ishidan turib xoylik qiladigan yagona dushmani. Shunchaki muvaffaqiyatsizlikka uchrashdan qo'rqaman. Axir hammaning mendan umidi katta. Erkak faqat bir joyda yutqizadi. O'sishni rad qilganda, yo'l tanlash hatto qiyin bo'lsa ham bir joyda to'xtab turishdan har doim yaxshiroq o'g'lim. Otaxonim, ayting, nima qilay? Erkakka o'xshab harakat qil. Yig'lashni bas qil. Yosh bolaga o'xshab deganingdan ish bitmaydi. Unda nima qildingiz? Boshim qotdi. Sen oilangga vaqt ajratasanmi? Ha, albatta. Yaxshi. Chunki oilasiga vaqt ajratmaydigan erkak hech qachon erkak bo'la olmaydi. Sen oilang bilan vaqt o'tkazishing uchun yaxshi joyda o'qib, o'z ustingda ishlashing kerak. Zeroki daraxt ham bir joyda unib, o'sib ko'karadi. Shunday joy bormi? Ha, bor. Qayerda? Pastda yordamchim bor. Seni o'sha joyga olib boradi. Rahmat otaxonim.